Farg'ona shahrida nodavlat notijorat tashkilotlar va tashabbuskor guruhlarning institutsional rivojlanishi va barqarorligi strategiyadan ijtimoiy ta'sirgacha mavzusidagi amaliy trening bo'lib o'tdi. Trening interaktiv formatda institutsional rivojlanish, loyiha boshqaruvi va nodavlat notijorat tashkilotlar bilan ishlash bo'yicha amaliy tajribaga ega malakali trener va ekspertlar ishtirokida tashkil qilindi. Biz loyihamizda ishtirok etayotganlar, bular bizni hamkorlarimiz deb hisobladik. Ularda ichida salomatlikka qaratilgan faoliyatlari bor yoki bo'lmasam iqlim o'zgarishiga, ya'ni ekologiyaga qaratilgani bor. Ko'pchilik aynan qishloq hududidagi ayollarning masalalarini hal qilishga qaratilgan faoliyatlar bor. Turli xil yo'nalishlarda faoliyat olib borayotgan guruh vakillari bilan fuqarolik jamiyatida ayollarga tegishli bo'lgan turli xil masalalarni birgalashib samaraliroq hal qilishga undash. Mazkur trening nodavlat notijorat tashkilotlari va tashabbuskor guruhlarini birlashtirish, ularning rivojlanishini qo'llab-quvvatlash hamda o'zaro hamkorlikni kuchaytirish uchun qulay sharoitlar yaratishni nazarda tutadi. Loyiha doirasida 100 dan ortiq ayollarning nodavlat notijorat tashkilotlari va tashabbuskor guruhlar ro'yxati tuzib chiqildi. Ularning faoliyati bo'yicha tahlillar o'tkazildi. Farg'ona va Toshkent viloyatlarida 40 ta tashkilotdan qamrab olgan hamkorlik tarmog'i shakllantirildi. O'zbekiston agrar soha ayollar uyushmasi Farg'ona viloyat hududiy bo'linmasi Farg'ona viloyatida biz yo'nalishimizda faoliyat olib borayotgan yashil patrullar guruhlari bilan hamkorlikda loyihalar ishlab chiqdik, yangi tashabbuslarga mavzular topdik. Eng yaxshisi batta barcha nodavlat tashkilotlarda ayol rahbarlari yig'ilgan va loyihani maqsadi ayollarni rivojlantirish orqali fuqarolik jamiyati instituti vakillarini jamiyatdagi ayollarni liderligini oshirishdan iborat. Mashg'ulotlar davomida zamonaviy o'qitish usullari qo'llanildi. Amaliy topshiriqlar, guruh ishlari, keyslar tahlili va o'zaro tajriba almashish orqali bilimlar mustahkamlandi. Ishtirokchilar nafaqat nazariy bilimlarga, balki jamiyat uchun muhim bo'lgan muammolarni hal etishga qaratilgan loyiha g'oyalarini ham ishlab chiqdilar. O'quv mashg'ulotida mahalliy darajada amalga oshirilishi rejalashtirilgan pilot tashabbuslar shakllantirildi.